Yaxshi, mana shunda yaxshi travel tezroq kravat sindir. Kamada mayli. Yaxshi, mana shunda kravat sindiraman. Yaxshi, mana bo'ldi. O, Janosdan kamada mayli mana shunday sindirdim, mana qo'yib. Stop, o'yin to'xtataman. Kimdir chaqiryapti. Tushunmadim, kim ekan bu? Qani qaraylikcha, eshikni ochamiz, yaxshi. Salom, men o't o'chiruvchiman. Siz chaqirganmidingiz bizda? Men o't o'chiruvchilarni chaqirganim yo'q. Siz bu yoqqa chiqa olasizmi? Iloji bo'lsa, sizga bitta joyni ko'rsatmoq. Ish qilayotgan edim. Tinchlikmi? Kompot tezroq qochib yurdi, tezroq biz ketishimiz kerak. Sen bu narsani ko'rishing kerak. Tushunmadim, nimalar bo'lyapti? Men iloji bo'lsa bir taqsharga chiqib ko'rishim kerak. Nimalar bo'lyapti? Menimcha bu qishloqqa chaqirgan bo'lishi mumkin. Siz bu yoqqa chiqib bir ko'rsangiz, kattagina dinamit bor. Nima? Dinamit? Tushunmadim, qani. Qo'y, mana shu yerdamidi? Hozir qarayingchi. Nima? Juda ham ko'p dinamitlar qayerdan paydo bo'ldi? O'sha narsani biz sizdan so'ramoqchi edik. Siz balkim bilarsiz degan edik. Yo'q, men hech nimani bilmayman. Mayli, keyinroq kelaman. Do'stlar, tushunmayapman, nimalar bo'layapti? Ko'ryapsizlarmi? Axir juda ham ko'p dinamitlar. Mana hamma shu yerda bo'lsa kerak, hamma. Tushunmayapman, nimalar bo'layapti sodirlar. Men axir o'yin o'ynab o'tirgan edim. Qishloqlar nimalar bo'layapti? Menga kim tushuntirib beradi bu juda ham ko'p dinamitlarni? Kompot biz ish qilib yurgandan keyin qarasak, shunday kattagina dinamit paydo bo'lib qoldi. Sen uni bilmaysanmi? Biz ham hayron qoldik. Yo'q, qishloqqa men ko'chaga umuman chiqqanim yo'q. Faqat o'yin o'ynab o'tirgan edim. Lekin bu qayerdan paydo bo'lgani juda ham qiziqayapman. Kompot bu bizga ham qiziq, ammo lekin kimligini bilmayapmiz. Bu ishni kim qilgan bo'lishi mumkin? Bilmadim qishloqda, lekin men juda ham qiziqib ketyapman. Hozir politsiyachilardan so'rasam ekan, nimaga bu paydo bo'lganini hozir. Yaxshi, qaraylik. Janob, siz menga tushuntirib bera olasizmi? Nimalar bo'lyapti? Ko'rganingizdek, juda ham ko'p dinamitlar va sizlarda bu yerdan olib ketmoqchimiz. Axir bu portlasa butun dunyo to'g'rog'i bu qishloqni yo'q qilib yuboradi. Kimligini bilsam edi, mayli. Do'stlarga qiziqib ketyapman. Bu ishni kim qilgan bo'lishi, kimning qo'li bor bu ishda? Hozir men bularga ham juda ham qiziqib ketyapman, do'stlar. Kim qilgan bo'lishi mumkin? Nima? Stop. Yo'q, meni ko'zimga ko'rinyapti. Axir bu Greyfer-ku. Greyfer o'zi. Demak, u ishni qilgan. Hozir men politsiyachilarga, "Janob, qarang. U yerda Greyfer bor." Chiruson qani? Meni ko'ryapsizmi? Sizni ko'zingizga ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Siz esa tezroq qishloqlarga oldiga boring. Mayli, men uni ko'rdim. Men uni ushlab olaman hali. Qishloqlar, men u kimligini bildim. Axir u Greyfer shu ishni qilgan ekan. Kompot Greyfer uni to'xtatish kerak, aks holda qishlog'imizni yo'q qilib yuboradi. Do'stlar, nimalar qilar ekan u Greyfer, uni qo'lidan hamma narsa ish keladi. Men juda ham qiziqib ketdim. Nimalar qilishi mumkin? Bizni qishlog'imizni yo'q qilib yuborsa, faqat bizni qishlog'imiz umuman paydo bo'lmaydi. Juda ham yomon. Bizni qishlog'imizni tiklash uchun juda ham ancha oylab vaqt ketadi. Mayli, men bu yerdan astagina politsiyachilarda ko'rmasdan asta bu yerdan aylanib o'tishim kerak va Greyferni to'xtatishim kerak. Aks holda qishlog'imizni yo'q qiladi. Men hozir bu yerdan astagina aylanib o'taman. Yaxshi, mana shunday o'tib oldi. Bu yerda o't o'chiruvchi bor. Yaxshi, u meni ko'rmayapti. Tezroq yugurib o'taman. Yaxshi, mana shunday. Yaxshi, mana shunday. Men bu yerga hozir tepaga chiqishim kerak. Mana shunday asta chiqaman va Greyfer, to'xta. Sen nima qilyapsan? Sen bu yerda nima qilyapsan, Kompot? Bu yerdan sen tezroq ket. Greyfer, sen nima qilyapsan? Men senga hech qachon yomonlik qilganim yo'q-ku. Sen nega meni qishlog'imni yo'q qilmoqchisan? Keragi bor-a, Greyfer. Axir men senga hech qanday bunaqa sovg'alar menga umuman kerak emas. Sen nima qilganing? Axir bizni qishlog'imizni yo'q qilasan-ku. Men seni azorating va uylaringni yo'q qilmoqchiman va butun qishloqni yo'q qilmoqchiman. Sizlar menga umuman yoqmaysanlar. Stop, Greyfer, o'zingni bos. Axir men senga nima qilishim mumkin sen bu ishlarni to'xtatishing uchun? Iltimos, Greyfer, bu ishlarni umuman qilma. Men senga aytgan narsangni qilishim mumkin. Agar aks holda sen hozir portlatadigan bo'lsa, men hozir politsiyachilar va o't o'chiruvchilarni chaqiraman. Tushundingmi? Kompot, menga qiziq emas. Agar sen chaqiradigan bo'lsang, menga farqi yo'q. Men hozir o'zida portlatib yuboraman bu qishlog'ingni. Mayli, men sening shartingga roziman. Sen biror narsani ayt va men senga biror narsani olib kelay. Bu shartli dinamitlar umuman kerak emas. Bularni esa olib ketasan. Kelishdikmi? Kelishdik. O'ylaycha, mayli, menga redstone kerak. Sen esa menga redstone olib ber, tezroq. Tushundingmi, Kompot? Bo'ldi, yaxshi, men hozir olib kelib beraman.
do'stlar, agar aks holda men unga hozir redstone olib kelib bermasam, u meni qishlog'imni yo'q qilib yuboradi. Hozir pojarni ko'rmaslik uchun men hozir derazani sindiraman va bu yerdan kirib, men kirkani olib, yaxshi, mana shu yog'ochlantirib, men kirkamni olaman va shaxtaga tushib, unga redstone olib kelib beraman va u esa qishlog'imizni portlatmaydi. Juda ham yaxshi. Yaxshi, mana shunday chiqaman. Hozir men bu yerdan aylanib tezroq shaxtaga borishim kerak. Mana shu tomonlarda bor bo'lish kerak, adashmasam shaxta. Hammani men bu tomondagi shaxtaga boraman. Yaxshi, hech kim ko'rmayapti. Juda ham tezroq. Yaxshi, mana bo'ldi. Politsiyachilar ko'rmayotgan degan umiddaman. Adashmasam qayerdadirlar redstone ko'rgan edi. Hozir bu yerlarda yuraman. Yaxshi. Qayerda? Mana topdim, mana qo'ya. Yaxshi, bularni ham olib olamiz. 8 ta, 10 ta, 17 ta, mana shunday juda ham yaxshi. Ko'proq olishim kerak. Bo'ladi 25 dona redstone. Men hozir unga olib borib bersam bo'ldi. Ishqib nima bo'lsa ham qishlog'imni yo'q qilmasa-ki bo'ldi bu Grifer. Aks holda meni qishlog'im yo'q bo'lib ketadi do'stlar. Xo'sh, Grifer, mana senga redstone'ni olib kelib berdim. Mana ola qol. Bo'ldimi? Endi bu sharingni olib tashlaysanmi? Rahmat Kampot, hozir o'ylab ko'rayinchi. Aytgancha Kampot, men qornim chiqqanda iloji bo'lsa menga nonma biror narsa olib kelib ber. Redstone bo'ldi. Men hozir politsiyani chaqiraman. Qanga qayt Kampot, hozir dinamitni portlatib yuboraman. Men sen aytganingni qildim Grifer, ammo lekin sen bu dinamitlarni olib ketmayapsan. Hali sen ko'rasan, men politsiyachilarga aytaman. Sen o't o'chiruvchilarni mashinada qarasang, shu yerda yoqqach narsa bor, Jajaka. Va u orqali biz dinamitni yoqqamiz. Sen ahmoqmisan, Grifer? Axir qishlog'im portlab ketadi-yu. Kampot, qo'rqma. O't o'chiruvchilarni Jajakasi umuman portlatmaydi. Bularni qaytamga yaxshi qiladi va dinamitlar yonib shunchaki kul bo'ladi xolos. Mayli Grifer, men senga ishondim. Hozir olib kelib beraman. Do'stlar, lekin juda ham qiziqyapman. Agar u aldayotgan bo'lsa-chi, meni qishlog'im portlab ketsa-chi, men nimalar qilishim mumkin? Axir meni qo'limdan hech nima kelmaydi. Uni aytgan narsalariga majburman do'stlar. Mayli, nima bo'lsa ham bo'lsin. Ana o't o'chiruvchi shu yerda turibdi. U hali ketmadi. Men hozir bu yerga kiraman-da. Hozir bu qishlog'imni saqlanib qilib olaman. Mana shunday. Mana yaxshi. Mana bo'ldi. Har tomonga qarshi qishlog'imni saqlanib qilib oldim. Yana o'z holiga qaytarishim uchun. Shuning uchun hozir men astagina o't o'chiruvchini mashina oldiga boraman. Yaxshi. Mana shu yerda turgan bo'lsa, men astagina uni aylanib o'tishim kerak. Qani 1 2 3 qani tezroq yugurib o'tir. Yaxshi, u ko'rmayapti. Va juda ham zo'r bo'ldi. Hozir qani buni o'chamiz. Yo'q, bu handa emas. Mana bu yerda ham emas. Bo'ldi, topdim. Va bu yerda nimalar bor a? Tushunmadim. Bu narsa nima bo'ldi? Hamayli. Pojar o'chiruvchilar, gaz balon, kiyimlari va bular kiyimlari va bu nima? Olov o'tarmi? Tezroq o'chir, qishlog'im yonib ketadi. Mana shunday. Ming bor uzr do'stlar, men bilmasdan yoqib yubordim. Mayli, mana shunday. Juda ham zo'r. Yaxshi. Bu to'xtash belgilisi. Bo'ldi, men topdim va endi hozir men Griferga olib boraman. Bo'ldi. O't o'chiruvchi meni ko'rmayapti, juda ham yaxshi. Men hozir tezroq Griferga borib bersam bo'ldi. Juda ham zo'r bo'ladi. Grifer, qani u? Qayerga ketdi? Men juda ham qiziqib ketyapman. Ana u. Kampot, bu yerga kel tezroq. Tushunmadim. Grifer, sen axir bu yerga nimaga bording? Kampot, men senga tushuntirib beraman. Mayli, hozir tezroq borayinchi Griferda oldiga. Xo'sh, Grifer, nima deysan? Bu yoqqiching orqali qani dinamitga bos va u yonsin. Ammo lekin qo'rqma Kampot, qishlog'ing portlab ketmaydi. Grifer, aldamayapsanmi? Ish qilib yolg'on emasmi? Qara-ya, o't o'chiruvchilarman. Tezroq o't o'chiruvchilarni men chaqiraman olmasa, aks holda. O'ylab ko'r, lekin Grifer, aldamayotgan bo'lsang-ku yaxshi. Qo'rqma Kampot, tezroq yoqa qol, tezroq. Kampot, men seni kutyapman. Mayli, lekin men senga ishonmayapman-da Grifer. Mayli, yoqqanim bo'lsa qani? Mana shuni. Nima? Grifer, sen nega meni aldading?
Oh, mana bo'ldi va nihoyat. Yaxshi, men qishlog'im saqlangan o'z holiga qaytdi. Vau, juda ham zo'r bo'ldi. Meni qishlog'im o'z holiga qaytdi. Men tezroq hozir qishloqlarga aytib, tezroq narsalar aytishim kerak. Qishloqqa qara. Sen hozir politsiyalarga telefon qildi va tezroq ayt. Hozir Greyfer keladi, bu yerga dinamitlar qo'yib chiqadi. Biz esa tezroq Greyferni oldini olishimiz kerak. Xo'p, Kompot, aytganingni qilaman, lekin aldamayapsanmi ish qilib? Yo'q, qishloqqa men seni aldayotganim yo'q. Do'stlar, shuning uchun albatta videoga like, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Biz esa Greyferda to'xtatib qolamiz. Shuning uchun albatta like va obuna bo'lish esdan chiqmasin. Biz esa tezroq 21 mingta bo'lishimiz kerak do'stlar. Shuning uchun albatta obuna va like bosing. Sizlar bilan men Kompot bo'ldim. Xayr, ko'rishguncha.